Tushda misri kakilga ko'rishning ta'birlari. Sankhora mayda toshlarni yeydigan qushdir. Ibn Sirinning aytishicha, tushida sankhorani tutib olganini ko'rsa, nodon bir odam bilan suhbat tutishiga dalildir. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, tushida qo'lida sankhora turganini ko'rsa, qiyin holga tushishi va bu ishda hech qanday xayru manfaat bo'lmasligiga dalildir. Agar sankhora qo'lidan uchib ketganini yoki qo'lida o'lib qolganini ko'rsa, qiyin holga tushib qolgan ishidan tezda qutulib ketishiga dalildir. Agar sankhora go'shtidan yeyayotganini ko'rsa, o'z ishini qiyinchilik bilan ado etishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.